Ctrl S. Nima chizdingizmi tashlang gruppaga. Nimadir ijod qildingizmi gruppaga screenshot qilib tashlang chatga. Qolganlar ko'rsin, kuysin. To'g'rimi? Ya'ni sog'lom raqobat bo'lsin. Bu vazifani bajaryapti, men qolib ketyapman degan narsa bo'lsin. O'shanda rivojlanasizlar. Hozirgi vaqtda juda qiyin bitta narsani o'rganish bolalar. To'g'rimi? Juda azob chekasizlar bitta narsani o'rganish uchun. Chunki telefon bor-ku. Bitta ochingiz ketdi-da, taqara-taqar vaqt ketadi. Tushundinglarmi? Telefonni mana bu joyga qo'yib dars ko'rish juda qiyin masala. Men o'zim ham ko'p narsa o'rganishim kerak, vaqt ajratishim qiyinroq. O'shanda hamki bu baraka topkur meni vaqtimni oladi-da. O'zim bilan urushaman. Ishlatma demak, sal ko'proq o'tirib qolsam, jahlim chiqadi o'zimdan. Agar eplay olsangiz, mana bu narsani bundoq surib qo'yishni eplay olsangiz, maza qilib o'rganasizlar. Keyin sizlar shunaqa vaziyatda kelib qoldinglarki, kursga kuzda odamlar vitaminga to'yingan bo'ladi. 5-6 marta bo'lsa ham meva yegansizlar, tarvuz yegansizlar, qovun yegansizlar-ku. Bu deganda sizda polni organizmingiz, miyalaringiz yaxshi ishlayotgan vaqt, kuz payti. Qaysidir sohani o'rganmoqchi bo'lsangiz, qaysidir tilni o'rganmoqchi bo'lsangiz, xullas nimadir o'rganmoqchi bo'lsangiz, miyangiz tetik bo'ladi, zo'r ishlaydi. Sizlar o'shanaqa paytda kursga kelib qoldinglarda, maza qilib bundan foydalanish kerak. Bahorda kelgan bolalarni qabul qilishi juda sust bo'ladi. Shalpayib, lapshayib yuramiz-ku bahorda. Energiya qolmagan bo'ladi odamlarda. Tushundinglarmi? Attaylab videoda aytib ketdim. Bugun darsda qatnashmaganlar ham eshitsin shu narsani, harakat qilsin. Tushundinglarmi? Vazifa bajardik, gruppaga chatga yuboramiz. Bir-birimizga yordam bo'ladi bu narsa. Bu o'tib ketyapti mendan, men qolib ketyapman degan narsa bo'ladi. Sog'lom raqobat bo'lsin. Buguncha stop.